130 bosh akalarim, xudo xolasa shirvoz qo'zilarimiz yetib kelgan. Realni akalar va shunaqa shirvoz qo'zilarni narxlari arzon joyidan qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib qolaveramiz do'stlar. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganmiz. Akalar, Quduq qishlog'ida Asadbek ukamiz oldiga yetib keldi akalar. Akalar, Asadbek ukamizda mana shunaqa 130 bosh shirvoz qo'zilari bor ekan. Endi aka, shirvoz qo'zi qachon sezon boshlanadi? Narxlari arzon joyidan ko'rsating, bozorda ozgina qimmat ekan deb yurgan aka-ukalarimiz uchun akalar, narxlari arzon joyidan topib qo'ydik do'stlar. Do'stlar, xudo xolasa shularni hozir necha oyligi, narxi, yeb-ichi, sog'lig'i to'liq tanishtirib o'tamiz. Realni mana shunaqa shirvoz qo'zilardan olaman. Aka, narxlari arzon joyidan deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib qolaveramiz do'stlar. Do'stlar, shirvoz qo'zilarga bitta bahosini beramiz. Haqiqatan yaltiroq akalar, naslbob, nasllikka qilaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa ham akalar kelaverasizlar. Mana shunaqa kattagina baquvvat bo'lib qolgan akalar, to'xli bo'lib qolgan akalar, qo'ylari, urg'ochilari ham bor ichida. Asadbek ukajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ilhom aka. Uka, yaxshimisiz? Ishlaringiz zo'rmi? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa uka, necha bosh olib keldingiz? 130 bosh aka, bir qo'ra. Xudo xolasa bir ratlardan chiqib kelyapti. Bozordan beg'dan ikkita, eg'dan ikkita terilmagan, ha? Yo'q aka, 130 bosh aka, qulog'i hali buzilmagan. Qo'y qilaman degan odam o'zini eniga urib olib aka, 10 yil 8 yil qo'y qiladi aka, xudo xolasa inshaalloh. Maşallah, mana akalar, ko'rib olamiz. Akalar, xudo xolasa 130 bosh bir qo'radan, bir atardan kelgan akalar. Xudo xolasa bularni onalari xullas bitta atar bo'lgan. Bitta atar aka. Xullas ko'ran, hali qulog'i ham buzilmagan aka. Mashalloh, var, ko'rib olamiz. Otasi ham shu ikkita, uchta ana qo'chqor qo'yilgan, xullas xuddi shunday aka, xuddi shunday, ha. Gap yo'q, mana akalar. Xuddi shunday, bitta qo'chqor qo'yib bo'lmaydi aka, 500-600 qo'ychidan katta qo'zi ajralgan aka, xullas. Gap yo'q, akalar, mana ko'rib olaveramiz bittalab. Buni endi ukajon, bularni necha oylikdan necha oylikkacha bor desa bo'ladi? Aka 4 oylik plus minusda aka bular. 4 oylik plus minus. Endi shunday. Ko'rib turibmiz, ichida bir 2 oyliksiga ham bor, lekin. Shunday aka, 6 oyga o'tgani ham bor aka, kattalari, juni kuyganlari akajon. Bo'lmasa bunday hisoblaymiz-da, 1,5 oylikdan 2 oylikdan aka, 2 oylik, eng maydasi 2 oylikdan 6 oylikkacha bor ichida. Xuddi shunday aka. Katta kichikligiga qarab kelaveradi. Xuddi shunday akajon. Soni 130 bosh aka. Soni 130 bosh. Buni endi ukajon nechtasi qo'chqor, nechtasi urg'och? Aka 50 yillik 5 ta 10 ta qo'chqor ziyod bo'lsa ziyod kam emas. Ha. Kimdir urg'ochchi olaman deydi, kimdir qo'chqor olaman deydi, kelaversin, xullas. Xuddi shunday aka. Xohlaganda kelaversin aka, hech kimni quruq qaytarmaymiz. Akalar, shoshilib qolaveramiz. Endi xudoga shukr, mana shunaqa 80 ta, 90 ta, 100 ta, 300 ta olaman deb yurgan aka-ukalarimiz telefon qilayotgandi. Akalar, mana bemalol qo'zi sezon boshlandi. Akalar, bundan buyog'iga kunlik har kishga akalar ko'rsataveramiz. 5 ta 6 ta video chiqarib, shirvoz qo'zilardan akalar har xil variantlardan qo'chqor, urg'ochi, 3 oylik, 4 oylik, 2 oylik har xil variantidan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Bozordan hamyonbop narxda deb bemalol aytib bo'ladi akalar, xudo xolasa. Asadbek ukajon, endi buni narxini aytaylik. Necha pul? Narx aka, bitta gap aka, savdo qiladigan joyi 3,5-36 yo'q aka. 3,2 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka aka. 3,2 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Xuddi shunday aka. Ozgina xayriya o'tadigan joylari ham bo'ladimi, yo'qmi buni? Akajon, bo'ladigan joy uzil kelsa savdosi yo'q. Oladigan, aniq oladigan odam maslahatini qilib telefon qilsin aka. 3,2 ming so'm bo'ladigan joy. 3,5 deb aka 100 ming o'tdim, 50 ming o'tdim degan foydasi yo'q. Bo'ladigan joyni aytib ketayin akajon. Endi uka, buni hozir masalan obunachilar Ilhom aka nima talashmayapsiz deyish mumkin. Sababi o'sha sababi, masalan bu yerda ko'rib turibman, 2,7 dan ham qo'zi bor, lekin 3,5, 3,600, 3,700 ga ham qo'zi bor bu yerda. Xuddi shunday aka. U yashirish foydasi yo'q akajon. Siz ham masalan shuni foyda zararini hisoblab bitta narx aytyapsiz. Bitta narx aytilyapti akajon bu yerga. Shuning uchun to'g'ri aytyapsiz aka, u yashirish foydasi yo'q aka. Bor gap aytiladi aka, bor mol aka shu. Akalar, shuning uchun men bu kishini hozir endi qanchadan masalan plus minuslarni olib bir chiroyli narxda kelishtirib beryapsiz. Xuddi shunday aka. Bo'l. Agar aka bizga shu 3,200 dan emas, bir ichidan bir tanlab olaman salmaydiroq, ushlardan bering desam amalga olamiz, ha? Muomalasini qilamiz aka, kelgan odamni xullas quruq qaytarmaymiz aka. Telefon qilsin, oladigan odam telefon qilsin aka, xullas qaytarmaymiz. Bo'l. Sotamiz. Akalar, shoshilib qolinglar. Pastda Asadbek ukamiz nomlarini qoldirib qo'yaman. Soni 130 bosh, kimdir aytishi mumkin. Ko'p ekan, bemalol ulguraman, ertandan telefon qilaveraman. Yo'q akalar, bir kishi ham olib ketishi mumkin 1 sekund o'zida.
Shuning uchun akalar 200 ta 300 ta chiqargan paytimiz oldin ham o'tgan yil ham sotilib ketgan akalar bittada. Shuning uchun ulgurib qolinglar. Ukamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Manzilda aytib o'tdim, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Quduq qishlog'i. Chiqaverasizlar akalarim, shunaqa faqat qo'y chiqarasizmi aka? Faqat to'g'ri chiqaryapsiz. Shirvoz qo'zilardan ko'rsating. Puli arzon bo'lsin deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib qolaveramiz do'stlar.